bitta salbiy dastur, ya'ni chuqur e'tiqod yoki fikrlash qolipi butun hayotga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, insonning ichida quyidagi e'tiqod bo'lsa: men yetarli emasman. Bu bitta e'tiqod quyidagicha zanjir hosil qilishi mumkin. Fikrlarda: baribir uddalay olmayman. His-tuyg'ularda: qo'rquv, xavotir, uyat. Xatti-harakatlarda: imkoniyatlardan qochish, ortiqcha mukammallikka intilish yoki umuman harakat qilmaslik. Natija: muvaffaqiyat kamayadi. Miya xulosasi: ko'rdingmi, men haqiqatdan ham yetarli emas ekanman. Shu tariqa bitta salbiy e'tiqod o'zini o'zi tasdiqlaydigan aylana hosil qiladi. Buni daraxtga o'xshatish mumkin. Daraxtning ildizi bu salbiy e'tiqod. Daraxtning tanasi bu fikrlar. Daraxtning shoxlari bular his-tuyg'ular. Daraxtning mevalari esa hayotdagi natijalar. Agar faqat mevalarni uzsangiz, daraxt yana hosil beradi. Ildiz o'zgarmasa, tizim ham o'zgarmaydi. Ruhiy ta'limotlarda ham shunga o'xshash fikr uchraydi. Bitta kuchli qo'rquv, nafrat yoki aybdorlik hissi insonning dunyoni qanday ko'rishini o'zgartirib yuborishi mumkin. Amaliy jihatdan eng muhim savol: mening hayotimni eng ko'p boshqarayotgan asosiy e'tiqod qaysi? Agar shu bitta ildiz aniqlanib, u bilan ishlansa, ko'pincha boshqa ko'plab muammolar ham yengillashadi.